juda ham ta'sirli, yaxshi film bo'libdi. Men onamni sog'indim-ku uni. Hozir yig'lashga tayyor bo'lib turibman faqat. Emotsiyalar bilan juda qattiq va qo'pol tarzda o'ynashdilar. Siz ham men bilan borasizmi jannatga? Ona haqidami yig'lashyapmiz. Qo'shnigodir. Tasavvurini o'zimiz ketamiz. Beradigan aurasi bir xil, lekin mavzular sal boshqacha. Помогите! Har bir epizod ta'sirlantirishi mumkin. Очень круто. Assalomu alaykum, sizlar bilan Qiziq TV boshlovchingiz Sevinch. Bugun biz Cinematic kinoteatridagi yopiq namoyishga keldik. Bugungi premyera Jannat onalar oyog'i ostida filmining ikkinchi qismi Jannat 2 onamga maktub. Juda ismni ham ko'rgan inson sifatida fikr bildira olmayman, chunki ikkinchi qismda faqat o'z personajimni liniyasini ko'ra oldim xolos. Hali to'liqligicha filmni ko'rganim yo'q. Lekin umid qilamanki, ikkinchi qismi ham birinchi qismi manzur bo'lganlarga yoqadi. Ну, вторая часть, она другая история будет. Другая история, он будет один. И по моему мнению личному, вторая часть более эмоциональная, чем первая. Больше драмы будет. Слез. Больше слез, больше таких классных мини-мини историй драматических. А вот выхода первой части вы ожидали какой вот результат? Я предполагал, да, что и в Кыргызстане, что в Казахстане, что в Узбекистане он пойдет, классно пойдет, а вот в России я не ожидал. И в России вот сейчас вторая часть еще больше зрителей, чем первая. Я услышала, что сценарий тоже вы писали. Что вас вдохновило? Да, я соавтор Руслан Акуна. Когда мы вторую часть писали, я режиссеру говорил, что вторая часть будет более эмоциональной, чем первая часть. И мне кажется, я попал. Ushbu premyeradan nima kutyapsizlar? Ajoyib emotsiyalar, ko'z yoshlari. А мужчины тоже плакать будут? Конечно, плачут. А кто сказал, что не плачут? А вы платочек, там салфетки... Платочек, салфетки взяли с собой? Сейчас возьмем там. Да. Первую часть вы не смотрели? Я трейлер смотрел. Нет, я смотрел первую часть. Я прям действительно плакал. Мы смотрели с мамой. Это было очень эмоционально. Мои ожидания... Почему я на русском начал разговаривать? Tamam, buni birinchi qismini ham ko'rganman. Juda ko'p yig'laganman. Oyim bilan birga ko'rganman. Emotsiyalar вообще vau bo'lgan. Ikkinchi qismidan ham shu emotsiyalarni kutaman. Yanada ko'proq yig'lab, barcha dardlarni chiqarib tashlashni xohlardim. Я скажу, что, скорее всего, вторая часть тоже вызовет очень большие эмоции, тоже много слез будет. Поэтому старайтесь не плакать сегодня. Конечно, вам хорошего вечера, хорошего настроения. Спасибо большое. Хорошего просмотра. Да надо идти уже, начинает. Давай. Bu yerda katta bir ijod bo'lgan, katta bir film bo'lgan. Bizani shu guruhga qo'shganligi uchun kattakon rahmat aytamiz. Bundan ham xudo xolisa yaxshi natija kutamiz. Men to'g'risi hali kino nima haqidaligini bilmayman. Lekin albatta yaxshiligiga targ'ibot bo'ladi, xudo xolisa. Bugungi kunda kino qanaqa ma'noda faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bir saviyasi pasayib ketayotgan. Bunaqa filmlar chiqishi bu juda katta yutuq, kinochilik ham, ijodkorlik ham hamda tomoshabinlik ham. Bu kinoni sizlar bilan bugun biz nafaqat ko'ramiz, balki kinoni kinoteatrlarda va mana shunaqa katta jamoat bilan birga ko'rishni targ'ib qilamiz. Katarzis holatidaman, ya'ni bu binoga kirib kelganda boshqa holatda edim, hozir boshqa holatdaman. Bu yerdagilar ko'pchilik shu ahvol bo'lsa kerak, ayniqsa qizlarni tush oqib ketibdi ko'zda. Farqi operator tomonidan o'sish bor, rejissyor tomonidan o'sish bor va rejissyor emotsiyalar bilan juda qattiq va qo'pol tarzda o'ynashdilar. Shunaqa haddan tashqari ham dinamik holatda ham rahm keltiradigan holatda ham emotional damage deydi. Shunaqa holatdamiz hozir. Qo'shnigodir. So'qotmaydi. Zamzam suvini ham olib keldimi? Bu film namoyishiga mehmon sifatida taklif etildim. Sababi
Rahmat. Ko'p kino ijodkorlarini ham taklif etishgan va shu jumladan menga bu yerga birinchilardan bo'lib bu kinoni ko'rishga kelish nasib qilgan ekan. Rostini aytsam, birinchi filmni birinchi qismidan keyin ham juda ham ta'sirlangandim va ikkinchi qismni oxirgi epizodini ko'rishga ulgurgan edim, nasib qilgandi. Hali taqdimot bo'lishidan oldin va bugun mana to'laqonli ko'rdik. Zaldan chiqqanlarni ko'pchilik e'tibor qilgan bo'lsangiz, gapira olmayapti. Men hozir sal endi o'zimga keldim. Zaldan chiqqanimdan keyin hattoki o'z emotsiyalarimni boshqara olmay qoldim. Juda ham ta'sirli, yaxshi film bo'libdi. Barcha ijodkorlarga, uni o'zbek tiliga ovozlashtirishda qatnashganlarga va bizda taqdimotini tashkil qilgan barchaga rahmat deyman. Nima chindan orqaga ham piyoda qaytishganmi? Ha, oyim pishirgan barcha taomlarni yeyman. Birinchisi bilan ikkinchisini beradigan aurasi bir xil, lekin mavzular sal boshqacha. Menga to'g'risini aytsam, birinchi qismida hajga borish ishtiyoqi ko'rsatilgan bo'lsa, ikkinchisida ona bilan bolaning o'rtasidagi munosabatlar, muhabbatlar juda ham zo'r ko'rsatib berilgan. Qaysi biri bo'lib emotsionalli bo'lgan? Birinchi qismmi, ikkinchi qismmi siz uchun? Ikkinchi qism. Nimaga? Men birda nima desam bo'ladi? Bir spokойно esla olmayman-da hozir. Sizga gapirib berish kerak bo'lsa, men 20 minut o'tirib kinoni gapirib bera olaman. 20 minut kerak emas gapirish. Yo'q, gapirib bera olmayman deyapman. Ikkinchi qismi haqida so'rasangiz, men уже tindira olmayman buni. Ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Uyalmayman yig'laganimdan. Yo, men zalda ko'rdim, ko'p kishi yig'ladi. Kinoni davomida o'zi bitta gap bor. Так же нельзя, ona haqida deyapti. Это нечестно deydi. Bu bor gap. Ona haqidami yig'lash uyatmas. Главный герой o'lishini kutganmidingiz? Xohlamagan edim, uni kutgan edim. Meni bolam o'zgacha. Спасибо вам, чон рахмат. Приятного просмотра.